Bismillah. Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, bizni YouTube ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi obunachilarimiz. Mana bugun bitta qisqa qilib video qilmoqchiman sizlarga. Avvalambor bugungi juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin, xayr barakot sizlarga, oilalaringizga bo'lsin. Bugun 4-aprel 2025-yil, mana 100-xonadonga ham yetib keldik. Bu xonadonimiz qayerda deb qiziqib turibsizlar. Toshkent viloyati Keles tumanida. Toshkent viloyati Keles tumanida, e'tiborli bo'linglar. Jizzaxdagi hasharimizni tugatib, mana ro'za Ramazon shu oyidan keyin mana bu xonadonga ham tashrif buyurdik. Bu xonadon egasi, mana qisqacha qilib aytaman, shu organ sohasidan nafaqaga chiqqanlar akamizni ham, o'zlarini ham sog'liklari yo'q. 3 nafar farzandlari bor, voyaga yetmagan. Eng kichkinasi 1-sinf. Xudo xolasa mana shu xonadonga tashrif buyurdik. Ayollari ham 3 yil oldin shu ruhiy kasal bo'lib, xullas ketib qolganlar otalarining uyiga, chunki sog'liklarini tiklab bo'lmagan. Biz shu oilani qo'llab-quvvatlab, shu uylarni ta'mirlab berishga keldik. Juda muhtoj oila. Akamizni ham sog'ligi yo'q. Mana aytib o'tdim. Maqsadimiz har doimgidek, mana ta'kidlab o'tganman. Maqsadimiz muhtaram yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlarida inson qadri. Biz ham shu yurtboshimizga kamarbasta bo'lib, kambag'alchilikdan farovon hayot sari dasturi asosida yetib keldik. Xudo xolasa mana hozir bitta afzal qilib o'taman, chunki ko'pchilik mana Jizzaxda Zafarobod tumanidagi 98-99-xonadonlarimizga ham vodiylardan akalarimiz, hoji akalarimiz kelib, shifrlarni urib berishga hamda Jizzax shahridan bir qancha do'stlarimiz kelib hasharlarga ishtirok etganlar. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh mana bugun 1-kun, agar hasharga kelaman deb xohlab, shu Allohning roziligi uchun kelaman deganlar, marhamat, lokatsiyasini ham beraman tashab. Men bilasizlar, uncha-munchaga YouTube ijtimoiy tarmog'imizdan ehson so'ramayman. Buni bilasizlar, o'zimizning Telegram kanalimiz, Telegram gruppamiz bor. 5000ga yaqin obunachilarimiz bor. Tizim vakillari, shu ichki ishlar, mudofaa, milliy gvardiya, butun favqulodda vaziyatlar vazirligi, nafaqadagi do'stlarimiz, yurtdoshlarimiz, musofirdagi va holanki yaxshi insonlar, fuqarolarimiz bor. Shular qo'llab-quvvatlab, o'shalarning ehsonlari bilan mana shu uylarni tiklab beramiz. Hozir sizlarga mana video qilamiz. Mana tepada shifrni buzib 2 ga qo'yib buzish jarayonlari boshlandi. Bugun 1-kun. Bemalol kelib hasharlarga qatnashishlaringiz mumkin. Viloyatlardan kelsangiz yotoq uchun joylar ham bor. Ehson qilaman deganlar uchun bu telefon raqamim 90lik 134 99 55. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana boshladik. Uylar juda achinarli ahvolda ekan. Juda muhtoj oila. Kattalar muhtoj oila. Bola farzand otasi o'sishi mumkin, lekin onasiz o'sishi juda bu qiyin. Buni ko'pchiliklar tushunib o'tiribsizlar. Alloh roziligi uchun biz ham shu akamizga qo'llab-quvvatlash uchun keldik. Nasib bo'lsa, juda go'zal qilib beramiz. 1-xonalarni buni oshxona qilib beramiz. Mana 2-xona. Tomlarigacha yorilib ketgan. Mana tomlarigacha yorilib ketgan. Mana bu yoqni ham ko'rsating. Pollar ham teshilib ketgan. Pollar ham teshilib ketgan. Qisqaroq video qilaman, chunki vaqt ko'payib ketmasin. Xullas 4 ta xona kelavering. Mana bu xona ham juda abgor bo'lib ketgan. Akamiz sog'ligi yo'q, o'zi ham kasal, pollari hamma joyini nima qildik. Tomlarni shifrlarni uramiz, nasib bo'lsa, chiroyli qilib bolajonlarimizga shu uyni taqdim qilamiz. Nasib bo'lsa, shu farzandlari ham yurtimiz kelajagi ravnaqiga hissa qo'shadigan zo'r ilmli farzandlar bo'ladi. Bu yosh avlodga ham shu vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga katta turtki bo'ladi azizlar. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Rahmat, biz 1-kunni boshladik. Rahmat.